O'zbekistonda moda bo'layotgan mashinalardan bittasi 470 ot kuchi. 25-yil Jeep Wrangler Rubicon. Bilmadim bundan bormi O'zbekistonda yo'qmi, lekin bitta akada bor. Hali Dayda akada. Ismini bilmayman. Lekin mashinani ko'rlar 392 degan paket 604 motor. Mashina boru tayyor oslar bilan narxini ko'ramiz. Final Edition degan paketda ekan. Ko'ringlar. Rubicon 392 hali yumshoq tomlidan shunday bossanglar tom ochiladi. Ha, tomi bu yerda. Kellar stikerni bitta ko'ramiz. Final Edition tilla rangda ekan, diskalari ham polni paket bor. Tayyor mashina. Huklari bor, mashina tiqilsa chiqaradigan, boshqalarga yordam beradigan. Narxi shocking. $107,000 ekan. Voy yaramas. Nima deyapti? 107 ga ming borardim deylar. Lekin boru. Nasa off-road amerikalarda G-klasi. Bunga irg'ib chiqasiz, ozgina noqulayroq mashina. G-klasga o'xshab. Lekin boru tomiga gap bo'lishi mumkin emas. Polni ochilar ekan. $107,000. Shunaqasi ham bo'ladimi? Ajoyib. Sog' bo'lasizlar.